Ha? Hisobingiz bormi? Ertalabdan beri 8 marta kiribsiz. Ha nima qiling, qornim og'riyapti-da. Odam ham shunaqa bo'ladimi? Abedgacha 78 minglik qilib qo'yibsiz. Sho'chib qo'yilmagan mashit qoluvdi o'zi. Ovqat qilmaysanmi? Ha, boya abedda yedik-ku. Ujum bo'ldi, qorin ochqadi. Ha, katta yeng. Keyin kirib katta, ha? Shu mehmonlar yetmay turuvdi. Bugun sho'chib potlab ketar ekanda. Bir mehmonga borib kelaylik deb sizlardan. Olinglar. Agar vijdoninglar yo'l qo'ysa. Ha, bor yugur kirib chiq. Boshlandi. Mayli, yosh bola-yu. Uzoq 1-2 so'm. Oyi, endi men kirib chiqay. 200 ming. Kamida. Dadasi sizmi? Nima deysiz? Kirib ketganingizga yarim soatdan oshdi. Ko'rpa to'shak qilib yotib oldingizmi? Chiqing. Nima deysiz? Telefonsiz kirib keting dedim-ku. Hozir chiqmasangiz agar buzib kiraman. Tinchlikmi? Hozir to'xtang. Bo'pti dadasi, 1 soatda qaytaman. Yaxshi bor, salom ayt. Xayriyat, endi bemalol. Onasini emsin, bolaligimdagi dalalarni qadri o'tyapti. Assalomu alaykum. Qarzdorliginglar bor ekan, to'laverasizlarmi? Qanaqa qarzdorlik? Svet, gaz, musil, suv hammasini to'lab qo'yganmiz. Yo'q, anaqa qarzi. Bor oyligim shunga ketar ekanda. Qarindoshlaringiz ham kamroq kelsin-da. Bo'ldi aka, qarzinglar qolmadi. Aytgancha, tualetingga kirib chiqsam bo'ladimi? Toroningdan qo'y yag'la. Ayalaring buyiniga ketgan ko'rgani. Asabimga margat qilishma, urib o'ldirib qo'yaman. Bor mollarga qara. Bor tovlarga don ber. Cho'ng, sizga kim suv sepdi? Yuring, oyog'ini sindiramiz. Yana choy bilan nonni o'zimi? Har kuni shu ahvol. Ha, siz Ilon Maskning o'g'lisizda, to'g'rimi? Siz velikiysiz-ku. Hali sushi, steaklar yeysiz. Dada, kalbasa yeyman, kalbasa olib bering. Mo'ning, Mo murabboning, cho'ng. O'zi uchaling yetmaganingda qo'shni ham bitta bolasini tashab ketdi. Qo'shni bolalaringga yaxshiroq tarbiya bersang bo'lmaydimi? O'ringlarni qoqvoribdi-yu. Ha, qo'shni o'pkalanma. Bo'ldi, o'zim urushib qo'yaman. Sen hayvonlar o'g'irlik qilyapsanlar, ha? Tez kir. Hayvon. Bo'ldi. Tez tog'oraga bo'shatish, ayin kelsa kompot qiladi. O, shota nima qilib qochib qolibdi-yu. Bor bolg'ani olib kel. Hozir dada. Qani? Nima yo'q? Sardor! Hozir. Shunaqa payt yo'q bo'lib qoladi o'zi. Mo nima? Ha, qo'ydi qo'ltig'i. Yur mayoqqa. Mayoqqa yur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana sadodoldan qo'qisan. Aka. Tog'ovul zeb qo'ydi. Farosati yo'q. Hayvon meni sharmanda qilib, mayoqqa sharmanda qilmay yur. Yo'llaring Dada, tezroq bo'ling, bu obyektni 1 oyda bitirishimiz kerak. Kuyovim bo'lmaganingda sovuqxonaga so'z qilardim. Ko'taring, chimchiqni ko'tida yuragingiz bor-ey, kuyov bola. Choy ichmaysizlarmi? Ichamiz. O'zingizga o'xshagan shirin bo'lsa. Mana qizim, suyuq ering boshqa qizlarga gap otyapti. Aloqada bo'lib tursang, keyin nima ish qilganlarini ham tashlaydi. Dada, kazyol bo'lmang. Kuyov bola metrni bersangiz-chi, nimani o'lchayapsiz? Diqqat bilan tomosha qiling. Kuyov bola chiqsangiz-chi, u Instagramda videolar tugamaydi. Abid qo'yli ovqat olib keladi. Rahmat. Har doim mana shunaqa shildir ovqat qilishadi, qizingizga o'xshab. Sizga o'xshab go'shab kelmasa kerak-da, eri. Ha dada, ozgina qoldi. Qaynatam bilan ishlayapti-ku. Menga jentra olib bermoqchi. Moni olib beray, moni. Sal jentra kaltaroqda, kalta. Limuzin olib beray, uzunroq, mana uzunroq. Qanani men bilan armatura sotgan sheriging? Ofisda. Sen armaturani sotgan? To'xtab turing, ishtonni ko'tarib olay. Dada, damni ham qo'yib yuboribdi. Damkirab top chiqaymi? Ha, qo'yag'iga o'xshamasdan damla. Ko'z tegmasin, sizda 5, uyga kiravering toychog'im. Sizda 2 bor ekanda, xontaga kiring. Nega dada? Xontaga qamab uraman hozir. Voy.
usta mana bu taraflarni rastor qilish kerak, shuvoqlar qilish kerak. Ya dada. Ko'tingni art. Dadam sigaretami? Dadam sal narsaga urishaveradi, uraveradi. Dadang bilan erkin gaplash, og'ayni do'st bo'lib olgin. Dada bilan shunday gaplash kerak. Hey, oshna nima gap? Bo'pti, men oshga kirib chiqay. Xullas, mana shu yerda bir oyda bitirish kerak. Sherigingiz kim? Ana qaynatam. O'zi ishga yaraydilarmi? Ha, tetik. Ha, yaxshi. Ha, kuyov bola va'da berdingiz, endi ish qilasizmi? Ha, shunda plan qilib olay hozir. Qizim aytgan gap rost ekanda, molga o'xshab yotadi deb kallangga qo'yyag'i. Dada, qayoqqa olib ketyapsiz? Uyga rodman kerak bo'lib qopti, kuyov bola Ha, xotinni uyga narsa tashish dadasidan o'tgan ekanda. To'xtab turing, dada. Ha, chichivoring, kuyov bola. Obedga nima yeymiz? Makaron. Qizingizga o'xshab faqat makaron qilishni bilar ekanda bular. Ey! Kuyov bola chiqing endi, botib qoldingizmi? Noshlikdan ham qo'ymishsiz. Hop, nima kamchilik? Shu 10 qop semen kerak. Kecha olib kelib berdim. Akalar sement sotyapsizlarmi? Qanaqa sement? Ha, 10 qop sement tayyorlab qo'yaman deyapti. Bitta mo'ylovli brat. Kim aytyapsan, Darmayet? Mana pulinglar. Mana narixonalar ko'rib kelingchi. Xo'p. Kuyov bola menga pul bermaysizmi? Masalan, menga pul kerak emas, buni qizingizga olib borib beraman. Kuyov bola narixonani patologini qatirmovdingiz? Yo'q. Tezroq chiqing, sementga moshina kelgan ashinda qochamiz. Rosta odam bilan ko'rishmoqchimisiz? Ha, bu gunoh. Unda yetib qo'y, odamning antiqa odatlari bor. Tanimadim, siz kimsiz? Gapiring, nega jimsiz? Siz ham odam bilan rep etib gaplashishingiz kerak, bo'lmasam jahllari yomon. Adam, men choy damlab kelaman. Tovuq tug'adi tuxum. Assalomu alaykum. Sizda aniq ketgan tom. Va alaykum assalom. Qizim, bo'ldimi kiring? So'ppaymasdan o'tiring. Og'aynim ismi Ahmad. Mana o'tirdim, rahmat. Gapingizdan boshim gangib ketdi, Toshkentning havosi changib ketdi. Yaqinda yog'adi qor, menda nima ishingiz bor? Men burun, men bo'lab, qizingiz g'irt. Yaxshi qiz, dadajon, shuning uchun keldim. Radarlar bosib ketdi sho'pirlarning yo'lini, bu yigit so'rab ketdi qizimizni qo'lini. Mani qizim hali yosh, tushundingmi? Qovobosh. Botib ketdi bu terga, buncha ururman yerga. Oyjon, yaxshimisiz? Yegim kelyapti o'zim. Gapini qara qizim. Sanga sovchi bo'lib ketdi. Shu gapiga yepti. Men turaman panada, o'zingiz gaplashing dada. Nima sasyapti? Fu, siz nima deysiz shu? Bifshingizni kim bilandir ushlab oldingizmi? Gapiring, tilingizni tishlab oldingizmi? Obedga makaron yeganman, men faqat qizingizni deganman. Burningizni oqda artib oling, ko'ylagingiz yangi bilan. Siz qizimga mosmassiz. Pashol, tengi bilan. Kim menga qarshi borsa, urushib tepishamiz. Qizingiz bilan 1 yildan beri addushi sevishamiz. Agar bo'lmasangiz latta qizimni beraman albatta. Faqat hovlimizdagi o'tlarni o'rish kerak. Qizimning akasi bilan ham gaplashib ko'rish kerak. Maymunlar bitiri teradi, dadang baribir seni beradi. Endi nima qilamiz? Ana men o'ylanasan. Akam bilan umuman boshqacha gaplashish kerak. Qani kim bilan gaplashish kerak ekan? Bu yoqqa kelsinchi. Fatih yana Zuhra bilan bir xil kiyinib oldingmi? Nima qilay? Hamma kiyimlarimiz bir xil-da. Hech bo'lmasa prическаing boshqacha qilib olsang bo'lardi. Nima san ajratoyman demoqchimisiz? O, men qarani Zuhraga quloq solmasdan o'zing bilib tanlagin. U seningda deb degan narsa yo'q. Opam narigi do'kondalar qaynaka. Yo'q. Boshlandi. Ko'rgan narsang yopishurmasdan mashq pul yetkazgan, tushundingmi men o'sha? Akangiz pul berdilar, qo'yavering qaynajon. Adasi,
Voy, bu вообще bo'lmaydi, yig'ishtir, ketdik. Bu yoqdamiding, men senga bu ko'ylak bo'lmaydi dedim. Ne yana kiyib olding? Yech tez. Yo'q, buni aka nimasi yo'q, men o'zim tanlab berdim kelinizga. adasi. Voy, Zuhra rosa yarashibdi. Bizlarniki qancha bo'ldi? Ha, общий 1,5 million. Aha, dadasi. Ha, xos. Ma'mulani hisoblab berasizmi? Bo'ldi, nima oldinglar? Opa, soqoligini topdingizmi? O'zi mana shu ayollar bilan birga bozorga kelib bo'lmaydi. O'tlab ketadi, qidirib yurasan keyin. Aka, siz ham qiynalib ketdingizmi, shularni ajrata olmay? Ha? Sen shunaqa bo'lsang kerak, men bittada ajrataman. O, ana keling. Ergash aka. Lattalanmasdan uydagilaringizga yetarsiz. Kim latta? Bugun aniq aytaman. Ay dada. Sen hali qizlar bilan gaplashadigan bo'lib qoldingmi? Qo'yag'i kim bu? Dada bechorani hech kim yo'q ekan, ko'chada qolgan ekan, o'shanga asrab oldim. Nima? Hayvon, qo'lingdagini ber, sovqatgandir bechora qizim. Yuring qizim. Popoxona. Dada bechorani qo'llari muzlab ketgan, qarang, ko'chada sovuqda qolib Voy ketdi. bechora. Dada o'zim istaman. Sen nos chekkansan, hid urib qoladi. Qani? Dada qarang, bechora 3 kundan beri ovqat yemagan. Voy bechora ovqat yemaganmi? Ol qizim. Ol qizim, o'n tiq. Tiq ol qizim, ol. Tiq, davay, tez bo'l. Qanaqa ashula eshitasiz, jon? Sheragada eshitaylik oltin qanot. Aşkım, vals tushaylik. Darmayet, nima qilyapsan? Mashtuz og'riyotdimi? Dada qarang, bechora kasal, yelkalari og'riyapti ekan. Tog'da saldabki o'zim masaj qilib qo'yaman. Mana bu xona spalni. Dadasiga tegishli. Dada bechorani uyi yo'qda ko'chada yotib yurgan, shuning uchun uylarimizni ko'rsatib chiqayotgandim. Yuring qizim, orqa tarafdan ham ko'rsataman. Yuring. Dadamga bugun aniq aytmasam bo'lmaydi. Ye? Tirnoqlaringizda bunlarni kavlab qo'yasiz. Albatta. O, sen dadamni oldida nima qilib o'tiribsan? Uyalmaysanmi? Baqirma yenga. Voy, Guli, sendan kutmagandim lekin. Sansiraman yana. Merimiydi to'da ko'lda qilamiz, a? Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü.